Bu kunni men anchadan beri kutgan edim. Kawasaki H2 ko'ttimni tegdi va nihoyat buni полный obzor qilamiz. Maksimal tezligi duxum yetgangacha haydayman trassaga olib. Choypolarni damlab oldinglar degan umiddaman. Let's go! Shaharni aylanib mashina keldi lokatsiyaga. Chiqilib bu yoqdan ham haydashmasa bo'ldi. Gailar ham ushadi, boshqa ham qildi. Kechki payt video olamiz. Nimaga? Chunki bu mototsikl именно kechki payt haydaladigan mototsikl. Chunki kunduzi haydab bo'lmaydi. Bu juda og'ir upravleniy. Men tushunishim bo'yicha ozgina haydab ko'rdim. Kunduz kuni mashina ko'p, buni kuchi keragidan ko'p. Xatolarni kechirmaydi deyshadi-yu mototsikl. Bu gap именно mana shu mototsiklga tegishli bo'lsa kerak menimcha. Men o'zim litr haydayman, BMW S-Mirror, lekin bunga o'tirganimdan keyin menda ощущение shunaqa bo'ldiki, qanaqadir yangi emotsiya oldim. Meni qo'rqitdi bu mototsikl, lekin hali bor kuchini olmadim. Hozir video ozgina краткий informatsiya berib, обязательно trassaga chiqamiz. От первого лица olaman. Maksimal tezlikka chiqishga harakat qilaman bu mototsiklda. Endi duxum yetgangacha. Maksimal tezligini baribir ola olmasam kerak, yo'l yetmaydi. Xo'p, Kawasaki H2. Buni birinchi marta O'zbekistonga olib kelishdi. Armada Motobikes sotishyapti buni. Narxini озвучивать qilib o'tirmayman, lekin qimmat. O'zi вообще bu редкий mototsikl. Hamma yoqda ham ko'rolmaysizlar. Не только Toshkentda yoki O'zbekistonda, o'zi O'rta Osiyoda yaxshi sostaniyada bunaqa full karbon H2lar juda ham kam. Qidirish bilmadim. O'shuning uchun ham narxi qimmat, xullas, aytmoqchi bo'lganim. Ozgina hayajonlanyapman, chunki buni oldida turish ham уже ozgina vohma bosadi. Buni zavod qilib, haydab ko'rish to'g'risida umuman gapirayotganim ham yo'q. Sizlarning to'g'risini aytsam, xarakteristikadagi sonlari bilan miylarni chalg'itmoqchi emasman, lekin bitta narsani inobatga olish kerak. Bu yerda kolisodan 243 ta ot kuchi bor. Общий vesi 230 kilo. Ot kuchi 1 kilogramdan ko'proq to'g'ri kelyapti. Bu нереальный sonlar. Maksimal tezligi заявленный 350, no bu именно Kawasaki H2 370 km yurganini ham biz ko'rganmiz videolar. O'zingizlar bunday tasavvur qilib ko'rsanglar, 350-370 km/soatda mashina haydayotganingizda 100-150 tezlikka chiqsanglar, ощущениeni просто сравнивать qilib ko'rasizlar o'zingizlarga o'zingiz. O'rtoqlar, bu nimaga unaqa katta mощностьda yura oladi? Bitta sababi bor mana. Supercharger. Bu yerda ko'pchilik bu mototsiklni o'ylaydi, turbina qo'yilgan deb o'ylaydi, lekin turbina emas. Bu yerda kompressor. Turbina bilan kompressorni ozgina farqi bor. Men sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Turbina havo so'rib, havo itaradi. Unda gazni bosganingizda ozgina uxlaydida, keyin уже maksimal оборотga tortadi. Moshni beradi boost bilan. Bu yerda kompressor сразу motordan ishlaydi. Сразу tortadi. Tagi mana ruchkani bitta berasizlar bo'ldi, сразу tortib ketaveradi. Men u narsani уже sezdim. O'shuning uchun ham menimcha meni qo'rqitib yordi. Oddiy 4 taktli BMW ning motori bilan buni motorni yer bilan osmonchalik farqi bor. Именно mana shu supercharger deb. Bunaqa xarakteristikalarda, bunaqa tezlik, bunaqa mощностьga, естественно, соответствующий tormozlar kerak. Bu yerda Brembo Stylema, Bremboga вообще вопросов нет, mощный tormoz olib beradi. Bundan tashqari ABS bor, Kawasaki Racing Traction Control bor, motor o'zini o'zi bo'g'ib to'xtatadi. Qanaqa bo'ladi? Maksimal оборотga ketyapsizlar, gazni bundoq tashlasanglar, tormozni bosmasanglar ham orqa oldi tormozni motor o'zini o'zi bo'g'ib to'xtaydi. Bu sizlarga bo'ladi, takoy yaxshiroq, tezroq to'xtashga yordam beradi. Обязательно. Tormozida вообще muammo yo'q ekan. Dizayniga keladigan bo'lsa, bu mana shu ko'rayotgan dizayninglar 2012-yilda chizilgan. 2012-yilda tuzilgan. Biz hozir 2026-yildamiz. Hali ham aktualni, hali ham derskiy, uncha mototsiklardan chiroyli ham ko'rinishi takoy derskiyroq. Realni mana superbike uchun juda ham mos. Hali ham aktualni 2026. Hali yillar o'tib ham uni dizayni menimcha o'zgarmasa kerak. Juda ham chiroyli. Baki o'zgacha rangda, xromirованный rangda. Bu menimcha скорее всего kraska bo'lsa kerak. Qolgan detallari umuman praktiski plastik ishlatilmagan, hammasi originalni klassический karbonda. Karbon nimaga ishlatiladi? Bu o'zi 230 kilo, bu o'zi
solishtirganda boshqa mototsikllar bilan bu og'ir mototsikl hisoblanadi. O'shuning uchun maksimal yengilroq qilish uchun, hatto buni yengil qilsangiz ham, og'ir qilsangiz ham buni kuchi realni sizdan keragidan ko'p kuchi bor, короче, tushunyapsizlar. Bu mototsikl shaharda haydab bo'lmaydi. Realni haydab bo'lmaydi. Upravlaymiz juda ham jo'stki deyshadi, lekin o'sha aytganimdek hozir trassaga olib chiqaman, maksimal tezligini duxum yetgancha haydab ko'rishga harakat qilaman. Dizayn bo'yicha umuman gap so'z yo'q. Agar mashina dunyosi bilan solishtiradigan bo'lsa, mototsikllar bor, masalan, Ducati bor, Aprilia, MV Agusta, masalan, yaponiylar bor. O'shalarni Ferrari, Lamborghinilarga agar solishtiradigan bo'lsa, buni men Bugatti demoqchi edim, lekin Bugatti emas. Buni men yaponskiy Nissan GTR R35 kuzovda 2,5 mingta ot kuchli усиленный mashina bo'ladi. Xuddi shunga o'xshatdim. Hech kim yeta olmaydi. Hammadan moshni, hammadan derski. Bu ham Yaponiyaniki. Passatga keladigan bo'lsak, Passatka maksimal qulay. Bu derski sport bike'ga o'xshamaydi. Mana bemalol почти street bike'ga Passatkasiga yaqin. Lekin upravlение juda qiyin deyishyapti. To'g'risini aytsam bo'ldi, men charchadim. Gapirgim kelmayapti. O'zi mototsikl to'g'risida ko'rdinglar, bildinglar. Дополнительный informatsiyani internetdan ham olsa bo'ladi. Buni haydab ko'rmasak bo'lmaydi. Yangi O'zbekiston trassa ko'ramiz, nechiga chiqib qolamiz. O'lib ketish yo'q, главныйsi. Ekipirovka kiyib o'tirmayman, maksimal mashq kiyimda, удобный, shlemim bor. Chiqib ketaveramiz. Bitta bosib. Bu yoqni endi uyg'otib bo'lmaydi. Bu yoqda boy aholi, Toshkentdan boy odamlar uxlab yotishdi, amallab itarib olib kirdik. Ketdi, haydaymiz trassaga. Go. Kun sovuq, ko'rsatgan yo'liga qo'lim yoqlayapti. Hop, trassadaman. Trassaga chiqdim. Men endi bu yo'lga chiqqandan keyin sразу navaliyot qila olmayman. Trassa bo'shashini kutishim kerak. Пока mashinalar bor. Yo'q. Ozmina trassa endi почти emas, baribir 300 chiqa olmayman, yetib olaman. Hozir men bilan yuradi-yu. Bular yurgandan keyin men qo'zg'alaman-da, hozir harakat qilaman bitta bosib ko'rishga. Qattiq olib berishimiz kerak, qattiq to'xtashimiz kerak. O'rtaroqga borib to'xtalar, Video olardi-ku o'tib ketgani, o'sha video kerak-da. Bismillah. Birinchi передача. Hop, 3 ta mashina o'tib ketdi. Endi bu yoqda mana mashina yuradi, men sanayman, Muslimni qaysi mashina qaysi polosada ketyapti, qayergacha yetib borgan mana mashinalarni hisobga olib keyin bosish kerak. По-моему, necha 270 mi? 280 km/soatga chiqazdim. 300 yurmadim, anacha ko'rmadim. Endi bilaman, duxum yetmayapti, realni aytyapman sizlarga. Slishkim chaga katta, to'g'ri, bunaqa katta tezlikda yurganman boshqa, lekin ощущение sal boshqacharoqda. Birinchidan bu Bruno mototsikli, sotiladigan mototsikl, menga ishonib topshirishdi armada. Shuni ответственности ham bor-da. Shuning uchun ham xuddi o'zimning mototsiklimdek отсечка taqolmayman nimaga. Hozir men harakat qilaman.
tez mashinalarga yetib kelyapman-da. Gazni bosaman 300 уже mashinalar ko'tiga yetib kelyapman. U opasnida. Opasni. Hozir harakat qilamiz taqashga. Hozir harakat qilamiz. Bunda bilmayman, hozir ограничитель agar turgan bo'lsa, именно tabloda 299 ko'rsatadi, u yo'qni ko'rsatmaydi. Agar yechilgan bo'lsa, lekin bilmadim. Trassa bo'sh bo'lsa 350 ga ham taqolaymiz, muammo yo'q. Просто bo'sh emasda, ko'rasizlar, patok to'xtdi. Mashina u yoqdan bu yoqqa yuribdi. А так бомбический, эмоциялар вообще zo'r. Chaga нереальный, реально zo'r tortyapti. Но управление juda qiyin. Управление faqat katta tezlikda bor. Katta tezlikda 150-200 dan kelgan plavni ketadi mana bunaqasiga mototsikl. Lekin shahar ichida bilmadim qanaqa haydaladi bu mototsikl. Qanaqa qilib haydashadi. Juda qo'pol. Bemalol перестраиваться qila olmaydi. Birinchidan vesi og'ir, ikkinchidan upravlaymiz. Bunga nima keragi bor upravlение? Aytinglar menga, bu shahar ichida nonga chiqib keladigan mototsikl emas. Bu superbike, giperbike. Bunda faqatgina puliga o'xshab uchish kerak bo'ldi. 300-350 tezlikda. Boshqa narsa uchun emas bu mototsikl. Реально faqat tez yurish uchun litr mototsikllardan emotsiya ololmasanglar, mana mashinada emotsiya olsanglar bo'ladi. Balonni ham ash kerakmi? Balonni ham ash kerakmi? Yo'q. Evakuator xizmati bor. Xatga ortamiz buni. Bagajga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akam. Yaxlab qopsan-a? Yo, men cho'tkiyman. Assalomu alaykum. Beshka. Aka, qalaysiz? Qalaysan akam? Zo'r. Charchasan? Nima deyapti bu, yaxshi ekanmi? Ha, normalniy bo'ladi. Alo. O'tiring. Qaytaman hozir. Hop. Qaysi ana videomi? Rasm bor-ku. Ha. Noshkasini ko'tar. Fotolarni topadi, ha, bo'l. Tamam, oyoq kiyimni Ha, ko'rib. po'xoy. Sizga yarashaveradi, aka. 2 3. Ya unda mana bunaqa o'tiruvdi-ku, Iban. Po'xoy, qanaqa o'tirsin ham. Mashinasi karbon marginal. Ha, full original karbonda. Mashina tushdimi? Klassik. O'shandagi? Biznes ko'tdi. Baklari buni. Mamutlar namuch qo'pol. Shunaqada, Bu yerda akkuratniroq, xo'jalam. Bu aka. Nima hammani yig'ib tashyapsizlar? Kim biladi, aka? Rachkada. Voyjonlar. Nima deyapti, aka? Yibatsa, xo'jalam. Biznes ko'tdi ekan-ku. Assalomu alaykum. Ha? Birda ekan. Yo, unaqa qilmang, aka. Ha, qo'rqitmang. Uylantiraylik sizni, jala zaiba. Bundan assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Amin. Davomsizda. Salom qalaysiz? Bu stabilizator zavodmi? Ha. Ha? Kemizlik bo'lmaydi, qornimizni yumshatib beradi. Ha, qitadi. Qo'yib ketirasan. To'ldirib o'tirganlar. Sutdimi? Haydab ketsangiz kerak hozir. Taka orqaga bitta qizil mes. Anulaqadi. Mana sal pastroq turibdi. Mana o, to'xtang. Foto ol rasmga jalab chiroyli bo'lgan payt. Sochlarim oldirgan paytda. Telefon yo'qmi, gamdo? Olib qo'yib aka. Qurishdagi siz tushib turing shunda. Qurishdagi siz tushib turing, aka, tezroq. Patok bo'lmasa men bosaman-da. Sen bosmoqchimisan? Ha, voy. Qochib tur. Ha, qo'yman bu yerda turibman unda. Qochib tur jalab.
aka